Sotuylar yaqinda paydo bo'ldi. Oldin telegrafga kirib, zakaz qilib o'tirardik, kutib. Keyin masalan Toshkent, Pyatniy, kabinet zayditov kirganimizdan keyin ular beradi. Отвечайте. Говорите, что вы стоите? Говорите, алло. Bittasi rozi baqiradi. Allo, Buxoro! Buxoro! Go'shkuni tako! Ne. Allo, Buxoro! Bir bolasha qo'rqqandan otasi ichi kirib ketyapti. Yosh bola kelgan ekan. Buxoro! Что-то не слышно, девушка! Что там? Алло, Buxoro! 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 Desa, Ali bola batar kirib ketyapti. Keyin so'rab, "Dada, ana odam nega baqiryapti?" desa, "Ko'rmayapsan, Buxoro bilan gaplashyapti" debdi. Desa, "Telefon qilsa bo'lmaydimi, dada?" demiş. Bir yangi qishloqli yigit Moskvaga borgan ekan, qattiq sovuqda ko'chada dildirab, endi sovuq bo'lgandan keyin o'zbeklar chidolmaydi, po'stinda bo'lsa sovqat qoladi. Qaltirab astronomga tursa, bir rus yigiti qarang, kostyumchan bo'lib olib, qattiq sovuqda ham morojniy pirish oldiga borib, qarshilatib morojniy yeyapti demişda. O'zi 40 gram sovuq, yana morojniy yeyapti demişda. Qars parchib turganmişda. Qars morojniy sovuq qotib qolgan. Qars qotgandan yeganga o'xshab qars deyib tursa, hali yigit jalishib ketib, biz yangi qishloqqa kelib turib, "Ey, дорогой, что ты издеваешься, что ли, а? И так холодно, и так я замерз здесь. А ты мороженое кушаешь около меня." Ну и что? Ты откуда ты? Я из Средней Азии ты. Yangi qishloq знаешь, я оттуда ты. Yangi qishloq не знаю, но слушай, если ты из Средней Азии ты, вы же ты летом sizlar debdi yozda 50 gradus issiqda qaynagan choy ichasizlar, biz indamayapmiz o'tirmiz. Mana shu o'tirganlar biladi, iste'molchilar huquqi degan gap bor. Iste'molchi haq huquqini bilmas ekan, u hamisha o'zi boplanib qolaveradi. Xullas, masalan, bozorga borib savdolashmasa, masalan, ahmoqqa chiqib qolaverasiz. Bozorga borib savdolash kerak. Bozor deganimiz savdo degani. Masalan, ba'zan savdo qilmoqchi bo'lsangiz nima deydi? "Uka, o'zim 10 mingni olib kelganman" deydi. "Iltimos, menga qolsa 500 so'm pul qoladi" deydi. "Men bilan savdolashmayman, foydasi yo'q baribir" deydi. Demak, aytganiga olib ketaverish kerak ekanda. Nega siz "Men qimmat olib keldim, shu safar qimmat olib keldim." Sen qimmat olib kelgan bo'lsang, bizga nima foydasi bor? Bizga nima ziyori bor, to'g'rimi? Biz arzon olishimiz kerak. Chunki boshqacha arzonroq tortish kerak o'rtalar. Tortishmasdan olsangiz lo'q deydi bu. Aytgan pulim olib ketdi. Savdolashni o'rganish kerak. Ayniqsa yosh bolalarga o'rgatish kerak. Yosh bolalarimiz savdolashganni yomon ko'radi. "Dada, savdolashmay odam uyaltirmang. Savdolashmasa rasmini bering, shu 1000 so'mdan tortishib rasmini" deydi. Savdolashmasang bo'lmaydi, bolam, o'rgan deyman. Haqiqatan ham savdolashni o'rganish kerak. Savdolashni boshqa narsa, u pulim ko'p ekan to'shab ketaverish bo'lmaydi u. G'irt gunoh bo'ladi. Shuning uchun bozorga borsa albatta savdolashinglar. Endi mana masalan, qo'shiq eshitish ham iste'molchilikka kiradi. Masalan, eshitib o'tirsangiz, siz iste'molchisiz, qo'shiq eshityapsiz. O'sha qo'shiqni iste'mol qilyapsiz. Bir konsertga bir qo'shiq chiqqan ekan, birinchi qo'shiqni tugachi bilan tugagan ekan, qarsoq, yana o'sha qo'shiq o'ynaysiz. Shu qo'shiqni yana bitta qaytar, yana qaytar. Yana balandroq qarshi bo'lib, yana qaytar, 5 marta, 6 marta, 7 marta ayt. To'xtatib, og'aylar, yangi qo'shiqlarim bor menda. Ota-ona haqida yangi qo'shiqlar tayyor. Yo'q, ota-ona kerak emas, mana shu qo'shiqing kerak. Mana shuni yana bitta qaytar, yana qaytar, 10 marta. 10 marta aytib bo'lgandan keyin shart to'xtatib, og'aylar, shu qo'shiqni necha marta aytaversam, sizlar mendan rozi bo'lasizlar desa, mana shu qo'shiqni toki so'zini to'g'ri aytguncha aytaverasizlarmish. Ha, nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Palonchi qizni chiqaryapti. Voy, qayoqqa chiqaribdi ekan? Xitoyga. Ana o'zimizni Xitoy qishloqqami? Qanaqa Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanxay degan joyga chiqaryapti. U Shanxay qayerda u? Shuna Gonkongning tepasida. Voy, Gonkongni ham bilasizmi? Ha, bilamiz, qaysining o'sha yoqqa tushgan-ku? O'sha tortib ketyapti deb aytdi qizning hamasini. Biznesda bu ham biznes.
Hozir millioner bo'lib ketgan, borsangiz hayron qolasiz. 4 qavatli imorat bor, Mercedes Benz'da 600 dan 4 tasini qo'yib qo'ygan hozir. Hamma qizlar o'sha qolib ketyapti. Ana to'y, ana tomosha ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan. Ayollarchi to'ydan 4 oy oldin avtobusga o'tirib jo'nab olishgan. 4 ta avtobus 4 oy oldin borib ketgan. Sheriz Chimkent bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakatiga aylanib Olmaotaga borib, Olmaotadan mamlakatiga aylanib borib Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonning Urumchisidan borib nariyoqqa qarab yurib tog'larni bag'rima toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'y bo'ladi. To'yda o'tkazib ertasiga biz qaytamiz yo'limiz to kelguncha yana xat xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha 4 ta avtobus ketdi, qaytmay. O'g'li 5 to'yisini o'tkazib olib, rosa qaytib kelib shu Olmaotaga kelib betena telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'y qilyapmiz. Yana qaytdi orqaga. Ayollar shu paytgacha dunyoni ko'rmadim, bir ko'rib olay. Rosa ko'rdim, enamni ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim. Ketyapti. Haqiqatan ham, ana undan zo'r bo'ladi. Men do'stlar, mana shu yerda o'tirgan sizlarga hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Dunyo ko'rib yuringlar. Xitoyliklarga o'xshab biz ham ko'paylik, hamisha ahil bo'laylik, salomat bo'linglar. Rahmat. Hojiboy Tojiboyev. Qoyil qolish kerak-da. Bir Buxorolik otaxon laba hovuzda aylanib yursa, bir negr o'tirganmish, turist. Qop-qora negr charchab qolgan o'tirganmish, shunday qilib. Laba hovuzga qarab o'tirsa, bu ham sekin kelibdi-da, "Ha, bolam, tushingni suvga aytayapsanmi?" Namcha qorayib ketding. Menimcha Sirdaryodan bo'lsang kerak-a? Topdim, dehqonsan, fermer bo'lsang kerak. O'zing oldirib qo'ysang-ku bolam. Buyuk piyoz ekdingmi, yerangoy ekdingmi? Endi nima ekkan bo'lsang ham, o'sha nima deydi, o'sha haligi qayzi bilan bergan bo'lsin, lekin o'zingni oldirib qo'ymagan unaqangi. Ertalab vaqtli turganda soat 11 gacha ishlaganda yotga bir soyaga kirib oldim. Keyin masalan soat 5 dan keyin, abetdan keyin 9-10 gacha ishlasang bo'ladi o'shani o'zi. O'zingni oldirib qo'ysang, kasal bo'lsang kim qaraysan keyin? Deb tursa, negram ne bir qarab qo'yibdi. O'g'limni birinchi marta kelganga o'xshaysan-a? Men yoshligimda mana shu o'rtalarda katta bo'lganman. Xullas, mana shu atrofda tug'ilganman. Mana shu binolar oldin juda bir xarob bo'lib yotardi. Mana mustaqillikka chiqqanimizdan keyin remontlar bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Qara, tilla ranglarni yuritgan, hamma chiroyli. O'zim ham havasim kelib ketdi, tomosha qilib o'tiribman. Bolam, nega endi deyapsan? Desa, "Я по-вашему не понимаю. Я африканец, вы понимаете? Я африканец, ага, ты африканец, я шафриканец", dermiş qarang.